Assalomu alaykum. Hozir sizlar bilan ikkita zo'r muhim yangilik bilan bo'lishmoqchiman. Birinchi yangilik bu Amor CRM va sotuv bo'limlari uchun hisoblanadi. Ya'ni mini landingdan botga o'tgan paytda CRMda zaявка ochilishi va uni ichida bot bilan primoy chatlasha olish, ya'ni gaplasha olish imkoniyatini beruvchi integratsiyani ko'rib chiqamiz. Bu integratsiya qiziq tomoni nimada? Mini landingdan ro'yxatdan o'tgandan keyin 2 marta botning ichida ma'lumot qo'llash kerak emas. Ikkinchisi esa prodyuserlar, marketologlar, targetologlar uchun qiziq bo'ladi deb o'ylayman. Bu botning ichida Facebook piksellarni qo'yib, mijoz qaysi qadamda yo'qotilayotgan bo'lsa, o'sha qadamga piksel qo'yib, uni reklama orqali qaytarib olib kelish imkoniyatini hozir batafsil ochib beraman. Xo'p, bu imkoniyatlarning hammasini BotPlace'da qilish imkoniyati bor. Shuning uchun saytni ochib qo'ydim. Sizlar kirib ko'rishingiz mumkin va saytning linkini video ostida qo'yib qo'yaman. Tak, bu uchun akkauntdan ro'yxatdan o'tishingiz kerak bo'ladi. O'tganingizdan keyin esa mana bunday holat ochiladi. Bu yerda o'zlaringizning har bitta proyektlaringizni alohida ochishingiz mumkin va chatbotlar ochishingiz mumkin bo'ladi. Men hozir mini landing ichida turibman va mini landing ichini hozir ko'rib chiqamiz. Testoviy sayt qilganman. Ushbu sayt mana bu holatda o'zi tayyor turibdi. Mana testoviy qilingan mini landing. Bu telefon formatda ochilishi tez va oson ochiladi. Endi mana shu yerda o'zi ma'lumotlarni to'ldirishdan oldin biz nastroyka qilib chiqqanmiz. Mana ma'lumotlarni yuborishni tugmasiga botning linkini qo'yib qo'yganmiz. Ushbu bot esa mana bu holatda tayyorlangan. Mana ya'ni bu bot konstruktorning ichi, ya'ni mini landing bilan bot konstruktori o'zi ulangan bir-biriga. Tak, mana botga start bosgandan keyin mana bu xabar keladi. Mana assalomu alaykum, xush kelibsiz degan xabar keladi va ro'yxatdan o'tgandan so'ng u Amor CRM ichiga mana zaявка ochilishi kerak. Mana yoqib qo'yilgan. Oddiy integratsiyasi ham qilib qo'yilgan. Mana hozir men integratsiyani o'zimizning Amor CRM ga ulab qo'yganman. Amor CRM ga ulangan va varonka tanlanganman. Ya'ni qaysi varonkaga tushish kerak, qaysi statusga tushish kerak. Mana hozir shu BotPlace Make Free, ya'ni bepul bot yasab berish degan loyihamiz bor edi. Mana shunga hozir ulab qo'yilgan, ya'ni shu etapga tushish kerak. Taklif berildi etapi, ya'ni BotPlace varonkasiga va taklif berildi etapiga tushishi kerak zaявкamiz. Endi bu ulab qo'yilgan, mana tag ham qo'yib qo'yilgan va barcha taglarni mana bu yerdan olib yuboradi. Masalan, bu yerda nechta tag qo'ygan bo'lsak, mana hammasi boradi Amor CRMga. Endi saytdan ro'yxatga o'tamiz. Mana hozir ismimni kiritaman va telefon raqamimni kiritaman. Mana hozir отправить tugmasini bosaman. Mana sразу botga o'tkazib boryapti. Botga startni bosaman. Mana startni bosdim. Bizga hozir endi zaявка ochilishi uchun endi tayyorman bosamiz. Mana endi ismimni kiritaman. Xo'p, va yo'nalishimni biznes. Mana o'sha menga xabar keldi. Hozir buni ham tushuntiraman. Tak, endi mana hozir mana bu yerda etapda mana zaявка tushganini ko'rsatyapti. Update beramiz. Mana update bersak, tak, mana сделкам hozir bu yerga kelib tushishi kerak. Bir necha marta ro'yxatdan o'tganligi uchun mana zaявкам kelib tushdi. Mana ichiga kiradigan bo'lsak, mana barcha peripiskalar ko'rinib turibdi. Start berganim, bu xabarni olganim, ismimni yozganim, hammasi kelib tushdi. Telefon raqamim ham kelib tushdi. Kartochkamda telefon raqamim va nickname ham tortildi sразу va menejerga zaявка ham qo'yildi. Ya'ni zaявка yo'qoldi-da, zadacha qo'yildi, telefon qilgin bunga tezroq. Mana bu yerda hozir men menejer sifatida yozsam, salom deb yozsam, mana shu ketdi xabar. Botga kiramiz. Mana bu yerda botda ham salom degan xabar keldi mana. Va alaykum desak, mana bu yerda mana xabar yetib keldi mana. 2-3 sekund oralig'ida sразу yetib keladi. Ya'ni saytdan ro'yxatdan o'tib to'g'ridan-to'g'ri botga ulanyapti. Biz botda esa u bilan o'sha peripiska qilyapmiz, ma'lumotlarni tortib kelinyapti. Ya'ni bu yerda marketologlar tushunadi bu narsani. Saytdan alohida ro'yxatdan o'tkazib, keyin botdan alohida ro'yxatdan o'tkazish kerak emas, ya'ni dubllarni birlashtirish uchun.
Bu yerda bitta saytdan ro'yxat o'tadi и botga o'zi avtomatik ravishda o'sha ma'lumotlar AMO terimga yuboriladi. Endi eng zo'r tarafi nimada buni desangizlar, platformani ichida mana zaявka tushgandan so'ng Facebook piksellarni ulasa bo'ladi. Oddiy. Mana bu yerda kerak ma'lumotlarni yuklasa bo'ldi. Bu haqida video alohida o'zi Botplace sayt YouTube kanalida qo'yib qo'yilgan bo'lishi kerak. Ulanadi. Integratsiyasi ham juda ham oddiy. Mana bu yerda ulab qo'yilgan. Bitta ustiga bossangiz, добавить ni bosasiz, pixel ID'ni kiritasiz, raqamini va tokenni kiritib qo'ysangiz bo'ldi masalan. Добавить ni bossangiz уже avtomatik ravishda уже ulanadi. Endi bu mavjud bo'lgan testoviy, lekin qabul qildi. Tekshirgandan keyin уже ma'lumot yuborilgan bo'ladi. Bu yerdan ichkarida siz keyin o'sha kerakli bo'lgan ma'lumotlarni kiritib, tortib, qaysi ma'lumotlar kerak, o'shani keyin Facebookga yuborsangiz bo'ladi va ularga retarget qilishingiz mumkin bo'ladi. Mana shu imkoniyatlar. Buni tushunganlar tushunib bo'ldi deb o'ylayman, chunki hozirgi paytda target reklamadan tushayotgan zaявkalar faqat telefon va ism raqam bo'ladi. Ammo terimda esa bizga telefon, ism raqam va peripiska qilish imkoniyatini beruvchi imkoniyat juda ham zo'r, chunki ko'pchilik o'z Telegram zakrit qilib qo'yilganligi uchun biza uni saqlanib chiqmaydi, lekin biza bot orqali unga xabar yozsak bo'ladi. Mana shu imkoniyatlardan unumli foydalanishga umiddaman. Nasib bo'lsa yana shunaqa foydali videolar qo'yishda davom etamiz. Kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar, aktiv yuritishga harakat qilaman. Xayr, salomat bo'linglar.